Ko'p rahmat sizga. Oxirida bir savolim shu tashviqotchilikda demakchi. Bizmi shu Turkiyada bo'lsin, nurg'un izlanishlar bo'ldi. Shu media sohasida o'qishga kirib, ma'lum bilim seviya olgan bo'ldik. Ammo bizniki bu bizning o'qigan o nazariya tashviqotchilikdagi axborotchilik bilan bu Uyg'urlarning axborotchiligi butunlay o'xshashmaydi. Biz o'qib ma'lum bilim olgan bo'lsakmi, amaliyotda bizni beshimizga kelgan ekan, bu butunlay o'xshashmagan ekan, ma'lum to'sqinlarga, qiyinchiliklarga duch kelgan bo'ldik. Yana yengib ketishga tirishyapmiz. Sizni so'raydiganim shu qanday qilganda Uyg'ur tashviqot xizmatini texmo jonlantirg'ili, taraqqiy qildirg'ili bo'ldi. O'sha siz bir kasbiy xodim bo'lasiz bilan tajribalaringizni yakunlab bergan bo'lsangiz. Hem de teşvikatçılık meselesinde Uygur Milli Hareketi, Uygur Müstakillik Hareketi bu cihette teşvikatçılıkını kandak güçlendiriş, kandak canlandırış meselesinde bence cevabını en yakısı Dünya Hukuk Kurultayı'nın teşvikat merkezi bir eleydi. Bizden eğer uçuruna kandak ilişki gerek dese, bunun bizdeki cevabımız var. Sualınız var mı bu vakti? Uçuruna kandak alışla dedik mesela. Ben soğuktan ötep ketip kaldım mı? Atlap ketken bolsam, hamısı. Uçuruna kandak alımız meselesi var. Bizden eğer tecrübe süpütüde. Onda olsa soray, mesela Xitay naytı yatki vaqalını üşürüp atıdı. Nurgun vaqalını məxfi saqlab kelip atıdı. Muşunda peytdə iyad yüz berip atqan qanlıq vaqalarını, naqıqçılıklarını, haqsızlıklar toğrusundakı hadisələr toğrusunda qandaq bir uç eliş ala alaymiz müşaqtki tecrübenizden. Bu cihetki tecrübemiz desek, diyendek bizden bu haberlerimiz dastlabda bo'libmi shu qanlıq vaqalar haqidagi, qarshilik harakatlar haqidagi xabarlarni biz dastlabda bergan chog'da chet el axborotlari bek foydalanmaydi, gumon bilan qaraydi. Undan keyin yani en başta biz qanday to'xtasa, mana bir voqea yuz berdi desa, biz buni berib o'tishga oldiraydik. Mesela Ürümçi Üniversitesi palane partlaş yüz verdi deydi, biz şunu anlapla berishga tirishdik. Ama bizden radyodan bizni chekleydi. Bunu bermedi. Biz yüz işindiğen bir haber. Rastlık enak. Şunun kom yana iki menbeni köset, 3 yerden al, şunu olan ben bunu dedi. Biz başta narazı olduk. Ne mi kıldı bunda çeklep? Bu vatandaki yerde şunda bir Xitayning aslında maşında test ilib olsak, biri vesi bulmamdı o dedik de. Narazı olan. Keyin qarab baksak, buna faydasını gördük. Şu vaxtda bizning bu bölüm başlıklarımız, yani Erkin Asya Radyosu'nun üstündeki şu məxsus axbaratçılıkның qimmatini, süptini tekrar edildi dedi. Sen ma xabarini belki bəmey ötkizib ötüşün mümkün, rast vaqa ketkizib koydun. Bu meyil dedi. Ama hata xabardan birini berip koysam, onundan keyin bergen 100 xabarını kağıt kelmeydi. Şunun için bir xabarni rast olsun beremey qalsang mayli, ama çokum to'g'risini berdiydi. Qilgan ekan bu g'arib axborot nemisini biz o'lchimini bas shu mishna qabul qildik. Oxirida boshda bizga tetimidi. Bizga o'shiq keldi. To'xta, ashunchilar olgan narsaga mushunchilar ishonchli odamimiz tursa, nemish bermaymiz dedik. Bermaganimiz yaxshi o'tdiki. Undan keyin aqda vaqalni berdik. Ashuna ko'p yerdan manbalar bilan berdik. Shuning hozir Abaydiyanikida hammasi qabul qildigan paylangan bo'ldi. Ama bunu qanday aldığınlar meselesi var. Qanday aldığınlar diyen çağda anlavatmız mesela. Bazı saqçılar telefonunu qo'yib bordi, bazı Xitoylar ovozini anlaplan sen shu öğretma deb bilib, sen so'zlab bermaymi deb qo'yayotgandan oldi. Qo'yayotgani bor. Shunga chet el muxbirlari bizga bilan aloqa qilishdi. Aloqa qilishib bizni madaylaydigan chaqda nima desa, sizning birdan-bir alayliginglar Uyghur tilini bilsizlar, şu rayonning tilini bilsizlar, şu yerda xalqning tilini bilsizlar, shuning uchun sizlar natija qozondinglar deydi. Biz egallamaymiz, biz o tilni bilmagachga qiynalatyapmiz deydi. To'g'ri. Ama 50% to'g'ri. Yani 100% emas. Biz yalnız o rayonning tilini bilmaymiz, u yerdagi hokimiyatning tilini bilamiz. Uçur ilish uchun yalnız biz xalqdanmaymiz, bu yerda hokimiyat deyilyapmiz. Biz hokimiyat beşe turayotganlarning tilini da emas, o mijazını bilimiz, psixologiyasını bilimiz. Bu yerda bir davlatning bir ishning qanday peqiraydiganligi, qanday cho'glaydiganligini bilamiz. Shunga bu uchur egallishimizda zot egalligi uchurlarimizdan zot ma'lum xabarlarni haq biladi, ko'rdi, his qildi. Biz
Uyg'ur tilini bilganligimiz uchun emas, hokimiyatning tilini tushunganligimiz uchun. Bu yerdagi hokimiyat qandaq ahvolda gap qildiganligi, qandaq ahvolda savolni qandaq qo'ysak javob berdiganligi, intonatsiyamizni, tonimizni qandaq chiqarsak javob berdiganligi, talaffuzimizni qandaq chiqarsak berdiganligini biz bilamiz. Chunki biz u yerda yashadik. Yaşagan çağda asas katlamında yaşadık. Yani bizim radyoga nisbeten aytganda, bizim radyoda Abdumrayonluq TV'de işleyen xodimlar var. O'xshamagan tadqiqot o'rinida ishlagan odamlar va universitetda ishlaganlar bor. Bular selishtirganda men biraz asas qatlamda tövanda ishlagan. Qo'rg'as radio televiziyasi idorasida ishlagan, televiziyada ishladim. Ya'ni asas qatlamga jiq tushgan. Shunga men tövandagi saqchilarning, tövandagi sekretarlarning, ularning mijozini, ularning tilini, ular tushunadigan tilni men bilaman. Shuning uchun agar bu tajriba desa, bu tajriba bor. Shularning tilida so'zlash, shularning tilida so'rash, shularning tili orqali suhbat o'tkazish. Hamda haqiqatan bu yerda axborotchilik degan joyda umumiy bir axborot o'lchami bor. G'arb axborot o'lchami deydi, mayli normal axborot o'lchami deydi. Bu axborot o'lchami bor. Ammo g'arb axborot o'lchamini erkin jamiyatdagi, erkin dunyodagi bir axborot o'lchamini agar zulm ostidagi, diktator bir hokimiyat ostidagi, mustamlik hokimiyat ostidagi bir jamiyatga tatbiqlaymiz desak, hech nima og'namaydi. Shunga bu yerda bir o'ttir yo'l tutilishi kerak. Ya'ni shu g'arb axborotining o'lchamlarini shu yerga mos keladigan darajada, shular ishga keladigan darajada, kağıt keladigan darajada ishlatilishi kerak. Shundoq ishlatib bu yerga keldik. Demek ki agar tajribamizdan foydalansanglar, hokimiyatning tilini tushunish, hokimiyatning tilida so'zlashish, shuningda shu yerda axborot egalligini bo'ldi. Bu. Demek uçlarını sizden yaxşı elişiniz, sizden aşı otur katlamda, tüyen katlamda yaşayıp, şu halkının ki psikolojisini, tilini, qaysı ifadelerin sözleşse, münasebet kılsa, onu xalqni olamiz. Kutgan natijani oladiganligimizdan. Xalqni olamiz, eng muhimi asas qatlamdagi kadrlarning. Asas qatlamdagi sekretarlar, asas qatlamdagi saqchilar shular. Masalan, men chet elga chiqqandim bu ham. Chet el chiqqandim bu yerda deyman, chet el chiqqandim, radioga kirib ishlab, yig'in mushkatimliq, Markaziy Osiyo maqatimliq shu safarda bir oylik safar jarayonida radio anglag'uvchilarimizdan ko'plari bilan uchrashdim. Bizni qiziqadiganlar bilan ko'pinchisining hozirga qadar mening og'a alqishim nima? Mening saqchilarni ziyorat qilishim. Saqchilarni ziyorat qilishimda ko'pchilik nayt xo'shkan, mamnunkan. Shuningdan bir yaxshi natija qozondi, yaxshi natija oldu deb hammasi shunga ilhom berdi. Chunki shu saqchilarni biz ziyorat qilib, eng muhim voqealarni, eng jiddiy voqealarni saqchilarga keldik. G'arb axborot o'lchami bo'yicha cho'qim ofisial bo'lish kerak, ya'ni rasmiy hukumat o'rni bo'lish kerak saqchi bo'lganlik uchun. Ikkinchi jamiyatda haq eng qoyil qilarlik bo'lish uchun saqchilar bo'lish kerak. Uning ustiga zodi men aniqlayotgan voqealarni saqchilar bilan bevosita munosabatlik. Shunda bo'lganlik uchun bu yerda asosan saqchilarga markazlashdik. Men xizmatim sababli agar bir olqish olgan, xizmatim sababli agar bir madiylangan bo'lsam, hozirga qadar asosan saqchilarni ziyorat qilganligim. Uning oldida meniki maqtaydiganlar, meni so'zlashirganlar mening qalam quvvatimga, adabiyotchiligimga apron o'qiydi. Sening qalbing menda yaxshi deydi, adabiyot tilni menda yaxshi qo'llansan deydi, jumlaga. Adabiylik tarafdan yuqori baho berdi. Ammo hozir mening yaqinqi 1-2 yil ichida mening qo'llovchilarim mendan rozi bo'lganlar, mening ishimdan mamnun bo'lganlar, mening saqchilarni ziyorat qilishimdan mamnun. Yani memnun bundan memnun demek bir yerde doğru bir yol tutildi degan gap. Adiqimiz qildi. Bu yerda yana bir narsani deb o'tayamda. Yani bu saqchininki bu 2014-yili shu 1-oyning 14-kuni mening tug'ilgan kunim bo'ldi. U kuni men bir dam oldim. Amaliyotda men tug'ilgan kunimda damaga emas. Shu tasodifan to'g'ri kelib qolgan bir kun. Do'stam, bizning Mehmet To'xti Kanada'daki aktif siyasi faaliyetçimiz Amerika'daki vakti şu telefon kıldı. Telefon kılıp dedi, Şöhret, bu
bu kancınca kiyim giyse dep. Ya ben dedim bu neyim sorğansam sonra da zak kancınca kiyim giyse bu kastombrulukınınki kancınsın dep. Şuna hem mançesi dep dedim. Onun aldığımı şu yerdeki vatandaşlardan Amerika'daki mesela gayipla aile tavabatlarını haber kılıp cıqpaş qılganlığım için şunundan memnun bulup onundan başkamış vakalarını haber kılışta aktif bolganlığım için hizmetten memnun bulup hizmetimden meni bu yerda tabriklemekçi bolgan maxsus men üçün bir murasim ötküzmekçi bolgan dostlarımız bolgan Washington'un özde. Ulaga men degan hamda bizni rag'batlantirishingdan ajiti yo'q. Biz zadi bu davaga ishchi vatanning ichida tayyor bo'lib kirgan. Shunga buning yaxshi niyatingizga rahmat. Buna qilmaydi, uchiqchi shu misol. Hamda davaga yangidan qatılayotgan ishlarga, harakatlarga yangi faoliyat qilayotgan yoshlarga ilhom beraylik deb uni to'sgan. Shunda bo'lganligi uchun men sana qanchalik kiyim kiysa degan ekan, shunda bir ishning bitsa deb o'yladim. O'yladim hamda degandiki, yana shuni odimmi? Maçıncılar depedim, sen bir palanaydı körşeyle dedi. Körüştük Kanada Uygur Cemiyeti'nden başlığı kıyım mesum o kepti. Yani bir vatan verip kelgen vatandaşımız o kepti. O ikisi şu bana vatandan kılıngan bir soğuğunu elip kepti. Şu bu Amerika kendiken bu Mehmet Tohtuğu depti. Şöhret olup körüştük, vatandakilerin bir soğuğusu vardı. Ondan ne oldu körüştük, o vatandakilerin soğuğu şu ki. Kanada'daki bir vatandaşımız şu vatanga basa uyarıkiler. Bir Amerika'da dep onun Rabia Kadir Hanım naytı yaxşı hizmet kılıp oturdu. Hemen görüp duruyoruz. Eğri bedel to'lab oturdu dep Rabia Hanımga asasen minnettarlığını bildirip bir ton hediye qilibdi. Onundaki menimi şu kadar da şöhret mi yama emas ish qilib oturdu. Şöhret mi yama emas ish qilib oturdu. Bular saqchilarni ziyorat qilishi bizni eng so'yindiradigan ish deb. Chunki hozir qadar saqchilar bizning vatanda savol qo'yiladigan so'roqlarga odamlar emas. Ularga qattiq gap qilgan bo'lgan odamlar emas, tikilib qarg'in bo'lmaydigan odamlar. Şunu biz meyada şunu biz qilay olganligimiz uchun, shu savolni so'ray olganligimiz uchun uning zaxmalagan qalbiga bir tasalli bo'lgan gap. Ular shu saqchildan zarba yegan, shu saqchildan cho'chigan, shuning darbisi uchirgan bo'lg'ashqa biz bu yerda ancha-muncha ching qattiq savolni qo'ysak, biz ularga zarbaga yerimiz yo'q. Bir axborotchi bo'la sifatimiz bilan savol qo'yganimiz bor. Savolimizni ochiq, keskin qo'yganimiz bor. Shuningdan uning qalbiga bir darmon bo'pti, tasalli bo'pti. Shunga balla Şöhret saqchilarni nayt yaxshi ziyorat qildi. Mushtan uchun men bizning beradigan bir tonimiz bor, ton kaydirimiz. Ammo bu tonni biz meyada alamaymiz deb pul beribdi. O qiyim Kanadadagi Uyg'ur vatandoshimizga. O vatandoshimiz pulni olib kelib, qiyim bilan bu yerda ton olay desa afsus. Endi menga kastom burilgan. Aldigan bo'lib, keyinki kastom burilgan olib keldi. Uni oldira ikkisini rad qilgan bo'lsam, bu chunki bu chet eldagilar o'zimizning do'stlari. Meni qo'shallik qilib qabul qildim. Demak, vatan ichidagilar bizning shu radioni anglab, davomli ko'rib, ko'zitib, mushunchalik hayajonlangan bo'lsa, unda esa ikimizdan atiq chiqibdi. Dedik, qo'shildik, uni oldik. Ammo uni radioga demedim, eshitdim, men tunji qidim sizlarga aytdim. Bizning yaxshi ma'lumotga ega bo'lib qoldik. Shu yana bu yerda nima desa, demakchi o'g'lim nima desa, vatandagi xalq Xitoyning saqchilarini qiyin qistaq ib turib, shundaq so'roq tatib turib, shundaq savol so'rashimizga axborot uchurlarini yetkazishimizdan ular rozi. Ular shundan eng xush bo'lar. Shuning uchun men bundan bu yerda eskartib o'tayotganim. O'tganda sizniki ikki tane inozdan turmuqqa so'langanligini anglagandik. Bu turmuq so'lanishda sizniki shunda bir o'tirib chiqib natija qozonishingiz sababmi axborotchilik sohasidagi yo kerak ularga boshqa bir sabab bormi? Shuni sizning o'zingizning og'zingizdan bir anglagan bo'lsak. Hatto qarindoshlarimdan ham da birimma deyildi. Ular ikkisi tijoratchi, birisi xizmatchi. Xizmatchi bo'g'ina akam bo'ldi, qolgan ikkisi tijoratchi. Akam asosan oila, men chet elga chiqib ketgandan keyin oilaning butun mas'uliyati shuningda. Shunga akam oila ishlaridan boshqa hech narsani ko'ngilni diqqatini beraylik emas. Xolisidi, xolimisidir. Butunlayla mush oilani jam qilamiz deb. Shunga akamning bunda siyosiy ishlar aralashishini diqqat berish. Ikki enim bu
Ulama men bu şerti boğalığım için ulama biz aileni müstehkem tutup, aileni qoğdaymiz, aileni ki ballarını yaxşı terbiyeleymiz, oqtimiz dep ketip atkan. Ama iki inim hem de dini cihetin etiqatı müstehkem. Cemiyetki vaziyet qarab, to'g'ri xato qarab, biz dini yo'lda mansak, eng yaxshi yo'lda ma'qam bo'ldi ekanmiz. Ailemizden iqtisodi qo'g'dildi ekan, shaxsiy turmushimiz yaxshi bo'ldi ekan, jamiyatkimiz yonimiz bo'lmaydi ekan degan ish bo'lmadigan chog'da biz arzu bilan diniy e'tiqodi mustahkamroq balla shu yerdagi. Shunga shu o'xshash sohadagi odamlar bilan yaqin aralashgan munosabat qayri bor. Ammo buningda tabii şu vaqt şu o'rinda shu tutilgan kunga nisbatan aytganda aqtan bu meniki axborot ishlari bilan munosabatda bog'liq aniq. Onu şu vaqt onu qaldırma biz yaratgancha sizmi dediniz? Uni anglab turgan Asan Shuhrat O'shirmo. Amsam buna degan qo'y telefonni degan. Ona tek bir qismini berdik radioda bermagan nurg'un gapimiz bo'ldi ishgan. Sizga ochiq ta'did qilgan bo'ldi. Yo'q, ochiq saldi silib. Aylani aql etimi, yo'q etimi, yo'q etimi degan gapdi u. Onun qarta bizningmi degan gaplarimiz albatta. Shu deyishdik. Shunday gaplar bo'ldi. Ama abay deganda kerak bu millat bedel to'layotdi. O'xshamagan sohalarda, o'xshamagan yerlarda. Albatta, bunchilikki bizning to'laganimiz yo'q esatdi. Shuningda hamda zodi buningda bir yumshab voz kechish bilan vaziyat ham o'ngshalmaydi. Chunki Xitoyning tabiatini bilamiz, an'anasini bilamiz, tadbirini bilamiz. Bir ishni chekinsa, yo'l qo'ysa, texmi bo'zaq qildi, texmi oldi o'tdi. Shunga bu qarindoshlarning masalasida shunday bo'ldi, angacha Amerika hukumati aralashdi. Hamda qanday bo'ldi, hamda aniq bilmaymiz. İki enimni qo'yib berdi. Qo'yib berganda birisini 20 yillik kesdi, yana birisini 120 yillik kesdi, ammo jazo sirtida. Sirti ijro qildi. Ammo uning oldidagi paylda zar kesib o'tirgan, turmga solib o'tirgan payli bor. Balkim xatosini bunchalar qilib bersak bo'lmaydi degan bo'lishi mumkin. Yana bir Amerika hukumati 3-4 qadam bayonot berdi. Amerika hukumatining chaqiriqlariga quloq solgan bo'lishi mumkin. Balkim besimdan qo'rqqan bo'lishi mumkin. Uning qanday bo'ldi? O muhim emas bizga. Natija muhim. Ikkisini qo'yib berdi, ikkisi sirtda hozir ijro qilyapti. Bir inimiz texcha shu yerda turyapti. Ammo vatanning umumiy vaziyati silish tursak, hozir zodi Uyg'urning oilasining ichida bir sinan bor. Ya o sababdan ya bu sababdan. Shu nuqtani aytgan chog'da yolg'iz uni men o'zimning xizmati bilan munosabatlik debmi qaramayman. Chunki bunda ishlamagan, bunda sohaga aralashmaganlarning bo'la o'tirmasmi? Har yerda. Oldu programımızma ahırga verip kaldı vaqt münasebeti bilen. Ahırda başka qo'shimcha qilib demoqchi bo'lgan so'zingiz bo'lsa, anglsak, anındaki programımızı ahırlaştırırız. Unda yana gapni biraz uzartib qo'ydi. Gap uzun bo'lsa, ziyon yo'q, shunaqmi? Albatta. Mesela Arzugul Tursunning voqeasi bor. Ayni vaqtda qo'yib berilgan, aman qolgan. Shu vaqtda bolasiniki aman qolgan. Şu vaqtda bir savolni so'ram. Shu Arzugul Tursun voqeasi birisini balsi aman qoldi. Bunda nimaning roli bo'ldi, axborotning roli bo'ldimi? U oilaning hozirgi ahvoli qanday degandek. Bu ahvolni shu doktorxonadan chiqib tug'ilgan bola. Tug'ilgan bola. Arzugul Tursun. Arzugul Tursun. Tursunniki balsi. Shu vaqtda Arzugul Tursun voqeasi eng cho'ng voqea radioda bo'lgan. Şu qanday sizniki shu xizmatlaringizdan eng muhim natija qozongan bir vaqa Arzugul Tursun voqeasi bo'ldi. Shu Arzugul Tursun voqeasi to'g'risida shuning sababidan oltin mukofotga erishdingiz-ku deymi? Shu to'g'rida bir o'zingizning og'zingizdan bir tafsilotni olgan bo'lsak. Yana Arzugul Tursun voqeasida shu kunida bir uchir keldi radioga. Kelgan chog'da deyilgan gap shu. Dadam tuğdun, Arzugul Tursun, hazır Ürümçi'de, Sudaribaz doktorxonasida balasını şürü etmekçi. Erteye öğünden sonra bazı şürülük ediyordu. Bu ayalının telefonu bu, bunun mahalle başlıkının telefonu bu, sekreterinin telefonu bu. Üçlük korku yap. Başka iş yap yok. Başımızın radyoga geldi. Gelgendikken andımız şunu ne yapıp durup, şu ailenin özüyle köreştik, dadısıyla kızının dadısı. Tursun zagadayken o adamla görüştük. Andın yüzü bilen görüştük. Görüşkenlikte ular şundaq bir adamның şu Sudaribaz doktorxonasida bağlıqın dedi.
Degandikan anda suv darvoza doktorxonasiga telefon qilib sizlar mana mana shundoq bo'lgan ilib ekansizlar. Bu balni tushirib ekansizlar. Bu nima uchun? Bu Jongoning qonunida mandaq tursa, bu inson haqlari nuqtasida mandaq deb biz xabar qilgandan keyin biz bu xabarni inglizcha badaq aytsa butun dunyoning hamma yeridan bu inglizcha xabar chiqqandan keyin bu bo'libmi xalqarada bu boshqa narsa oddiy qaralgan bilan bo'libmi bu bola tushirish bek ig'ir qaraldi. Qaralgan bo'lg'achqa uning oldidagi voqealarga unchalar diqqat qilmagan xalqaro axborot bu Arzigul Tursunning bolasining tushirilish voqeasiga jiddiy qaradi. Shu doktorxona shu kunlikda telefonga telefon yomg'ir desak, ya'ni telefonga shu darajada bog'lanib ketgan gap. Taraf-tarafdan telefon kelgan. Telefon kelgandan keyin bu doktorxona bu ishning qilayotgan ishning cho'ng ish ekanligini, jiddiy ish ekanligini shu vaqtda bilibdi. Bilib, undan keyin aytsa operatsiya qildigan odam yuqoridan boshliqni kutayli deb 2 kun kechiktiribdi. 2 kundan keyin yana biz telefon qildik. Telefon qilsak, andan dedi, "Mana shundoq dedimda, bu turagimiz sizlarga qisqagan to'q. Bu javob bermagan tanda bo'lgan bu kayda kechib turibsizlar bir kun. Bu nima uchun deb desak, taraf-tarafdan telefon kelib ketdi. Shuni bilan biz andish qilib, kayni kechib turdik dedi. Tabii bu jarayonda boshqa do'stlar, boshqa aktiv harakat etgan bolalar bor. Bizdan bu xabarni anglagandan keyin tashkilotdagi bolalar, hatto doktorxonaga telefon qilib, yog'illardan men nimadan telefon qilyapman? BDTdan telefon qilyapman. Agar meni bugun tushirib olsang bo'lmaydi deb telefon qilgan bolalar bakkan chet elda. Yana ba'zi bolalar bakkan men Abdumraylik hukumatdan telefon qilyapman, ammo bolani tushaman. Maqsadi bizga xabarda 2 kun agar kayniga surilsa va amon qoldiganlar haqida bir xabarni bergandik. Şu an bir umumizlik tashkilotdagi bolalarimiz shu telefon qildi, har xil telefon qilib tahdidlar silinib, tahdid silinmagan taqdirdami jiddiy gaplarni qilib, unda qilmanglar bolani tushamanglar degandan keyin u kechiktirildi. Kechiktirilgandan keyin angacha bu yerda biz Amerika Uyg'ur birlashmasiga ma'lum qildik. Robiya xonim harakat etdi, Olim Seyitov harakat etdi, ikkisi Amerika hukumati bilan bo'lib mushu xil masala ko'ngil bildigan Chris Smith deb bir parlament a'zosi va uning bilan aloqalashganki u bayonot bildirdi, bayonot e'lon qildi, bir ikkisi bayonot e'lon qildi qilgandan keyin ular rasmiy qarorida yandi. Ya'ni Arzigul Tursun voqeasi axborot bilan tashkilotning o'zaro hamkorlik o'rnatishi. Axborot bilan ommaviy tashkilotlarning birlashib va harakat qilgan natijasi. Eng muhimi shu uchurni shu yerda bizga yetkazgan bolalar. Hamda hozir qadar yaxshi. Xitoy bilanmidi? Chunki o zada uni yetkazganlarmi? Shu xil o'zlarini qo'dab yetkazgan. Undan keyin boshqa hech qanday ochiq ma'lumot qilmagan ikkala narsani bildirganlik uchun. U bola bilan kim bir fursat bilan so'zlashib qoldik. Shunday bir fursatlar bilan uchurni berib, chunki qo'yib berildi degandan keyin u bola baxo'shib ketdi. Boşulab ketib, anda bir fursatni deb bizga bir telefon qildi, bir chat elga bir yalga chiqib. Shu vaqtda ben xo'sh bo'ldim dedi. Nima xo'sh bo'ldinsa? Men uni bergan shu uchurni yo'llaydigan chaqda dedi, 3 qatim kompyuterning oldiga kelib yenib ketdim dedi. Andish qilibdi. 3-qatimda to'xtab, menmi qo'rqsam, yana birsim qo'rqsa, hammada andish qilsa, bu ish qanday bo'ldi deb oxir tavakkul bergandim. Bergan chaqdim bunchalik natija oldi deb o'ylamagan dedi. Faqatla bu açığımızı ifadelaydiganга mında zulm bo'lib ketadi deb o'ylaganga bildirgan qarsak qutulib qoldi. Uni ko'rib shunday yayirdim, ko'nglim ozod bo'ldi. Natija qozondim dedi. Ammo mening hozir o'yladigim nimasi shu bolaning 3 qatim shu kompyuterning oldiga berib qaytib kelishi. Demak, hozir qadar biz egallayotgan uchurning oz deganda 3dan 1 qismini aşı vatan ishlik haqli yo'llaydi. Har xil yo'llar bilan. Yo'llaydi, har birisi mundal ichib bilan yo'llab qo'ymaydi. Ular 3 qatim, 4 qatim, 5 qatim kompyuterning oldiga berib qaytib keldi. Chunki bir jon masalasi va oilasi va urug' tuqqanlari va jiq manfaati bor. Ammo oxirida yana shu vijdoniy mas'uliyat bilan bu yerda kelib bizga ma'lumot beryapti. Shuni biz uchurni olgan chaqda qanday qilishimiz kerak? Endi ba'zi vaqalarni ba'zilar buni foydasiz deb qaraydigan ahvolim chiqadi ba'zan ishilda o'xshamagan vaqalar. Bularma qarshilik ko'rsatish harakatlarida qanliq vaqalarning ba'zi tashkilot rahbarlari yoki ayrim tashkilot faoliyatchilar bundaq bir vaqa bizda chiqmis bo'ldi deb qaraydiganlar bor. Unda ahvolda hamda u yoqdan haq ashundaq tavakkul qilib
beshiga kelgan har qanday kunga xatarga tavakkul qilib, hatto noya atlab emas, o'lka atlab berib bizga uchar yetkazdi. Undag'onki uni biz qanday qilamiz? U shunchalik badal to'lagan ekan, shuni biz yarim kechada chiqamiz, atiganda chiqamiz. Sərdi kelib idarada o'tiramiz, shuni beshib turamiz, shuni onda uchirib keldim. Arzigul Tursunniki balasiga sizning ismingizni qo'yganligi to'g'ri. Yo'q, men emas. Buni Şöhret ismini berganligini angladim. Ya, unda emas. U kurash deb ism bergan. Kurash degan ismini bergan chog'im, ya'ni bu kurash bilan hal bo'lgan ish deb shuning uchun kurash deb ism qo'yibdi ekan. Angacha qo'lim qo'shlardan bir saqchi ekan, kurash deb ism qo'yma, beshanga bola deb bo'lsan debdi. Unda yapibdi. Ondan keyin qiz taraf bilan o'g'il taraf urug'tiqanlar orasida talash tortishib, o'g'il taraf sal mavi qiz taraf bizlar aloqalashgan, o'g'il taraf biroz ehtiyotchanki. Ular bo'ldi kurash degan ismni qo'ymaydi deb, anda Umid deb ism qo'yib. Unimi yana to'g'ri ko'rmaganlar ekan. Shuni hozir Umid bo'lib bizning bilishimizcha yashaqliq. Boshda kurash deb ism qo'ygan sabab bu odat chiqish kamida biz kurash qilib oldik dedi. Haqiqatan kurash qilib oldi. Arliqdagi hikoyani demadik. U doktorxonaga kirgandan keyin u balaninki bovaqning bovusiniki doktorxonadan o ayolni, qizini olib chiqib ketgan vaqti bor. 5 balasi bilan kirib, bostirib kirib. Doktorxonada ilib qochib chiqdi. Uning kendidan saqchilik kendidan qo'g'lab bordi. U yerda jang bor. Buni so'zlab kelsak uzun hikoya. Ya degandek bizningki egallashimiz kurash emas. U yerdagi balaning bizga yetkazishi bir kurash. Biz ular qilib kirisimetida agar 2 kun, 3 kun bu bayonot berganki kirisimetning bayonotining Beyjingga berishi, uning Urumchiga yetish uchun 3 kun vaqt ketadi. Shuning uchun ben Rabiya xonimdan so'radik. Tabiiy aldi. Qanday qilishimiz kerak bu kirisimet bayonot berdisilar yetkazgandan keyin qanday qilish kerak? Rabbimdan bilib 3 kun aşı odamlar bir doktorxonada chiqib turolmamdi. Chunki shu kuni nim qilmoqchilar, kesmoqchi. Shu yerdan bir chiqish ehtimoli yo'qmi debdi Rabiya xonim. Yaramda biz yerda onun qanday qilishini bilmadik. Ya uni birini demaymiz dedik, ammo o'zlari vaziyatni taxmin qilib, qarsa oldi o'zgarish bo'layotganligini bilib, bir mezgil uning oldida kechib ketgan zodi bu ayol bu 6 oy boshqa kechib qo'yardi. Shunga dadisi Arzigul Tursunning dadisi 5 o'g'ilni olib kirib, doktorxonaga kirib, o endi saqchi va kanatdan kadrlar va yura deb ochiqib ketib, doktorxonada olib kechib chiqdi. Doktorxonada kechib chiqayotgan chog'da endi yana biz xabar olib berdik. Ondan kendi saqchilik qo'g'lab berib, qo'rshilib, o qo'rshivoga yerda o'g'il shahardami, cho'ng shahar, amjiq odamni kelib kalpuklarini tishlab bir ig'ir bir ayol vardı, ig'ir boy ayol. Ona saqchilar olib, ana solaymiz deydi. Operatsiya qilamiz deydi. Ashuna jidal bilan bo'lgan. O ayolninki shuningga loyiq qahramonlikni ko'rsatdi o ayol. Shuningga bola aman qoldi. Shunga andaq badalni to'laganligi uchun, ya'ni Arzigul Tursunni doktorxonadan olib qochmagan bo'lsa, ilib qochmagan bo'lsa, aman qolmaydi. Bizning xabarimiz bo'lgan emas. Agar Amerika hukumatı aralashmagan bo'lsa, o ming qochib nega bo'lsa yana bir taraf qilishdi. Şun ahire ola ilip Qashqadaryodan tuttu ama operatsiya qilmadi, qo'yib berdi. Shunga hozir Shu xabar uchirganlashda ba'zi oilalarga telefon qilgan ahvollar bor. Masalan, xalqdan mushak yangi kelganlarmi bizga uchraydi. Masalan, ular bilan biz shu ajab beshidan o'tgan voqealiklarni yoki ko'rganlarni so'zlab berishni talab qilsak, ular aytdiki, mening u yerdagi oilamga besha bir ish kelib qoldi, men shuni so'zlayolmayman deb jiqlari ko'pinchalar rad qiladi shu masalani. Hamsizlar ba'zi u yerdagi soqchilarga telefon qilsalar, masalan, yezliq hukumatning kadrlariga telefon qilib uchirganlar vasila, shunda orasira oilaliklar telefon qilish avvaldan bormi? Masalan, ular shunda telefon qilib bo'lgandan keyin ya ularniki xavfga uchraydigan avvallarni ko'zda qo'yib ulan tushunib o'ylab qilayotgan avvallar bormi? Bu muhim savol bo'ldi. Bizning Ata radioga qo'yilayotgan, Uyg'ur bo'limi qo'yilayotgan shaxsan mening programmalarimga qo'yilayotgan savollarning birisi bu. Endi u yer vatanda bo'libmi, odatdagi ahvolida, odatdagi ishlarda biz zodi telefon qilmaymiz. Shaxsan men odatdagi bir voqealarda normal ishlarda vatanga telefon qilmayman, saqchim telefon. Faqat qanliq voqealarda telefon qilaman. Qarshilik ko'rsatish harakatlari telefon qilmayman. Chunki qanliq voqealarda u yerda odam o'lish bo'ldi. Odam tutilish bo'layotdi. Bu yer bedel to'landi. To'langan qanday qilamiz? Shu mahallada bir mahallada 10 odam agar Xitoy hokimiyati qarshi mush millatning manfaatini, orzusini dunyoga anglatish uchun bedel to'lagan ekan, undaqda bu yerda bu bedel ne cho'qim buni
xabar qilinish kerak abaytın demek moyumliq nuqtasidan. Onun ekan shu kun shu vaziyatning o'zida hamma odam xatar ostida. Vaqa chiqqan yerda xatar ostida bo'lmaydigan odam yo'q. Bir yezg'i nisbatan mesela Qizil Yesida vaqa yuz berdi deylik. Bu yerdagi hamma odam xatar ostida. Birinchi xatar ostida kim o'tsa vaqa qatnashganlar, vatan millat deb o'tirib chiqqanlar birinchi xatar ostida. Ikkinchi chunki ularga Xitoyning saqchilarining tapanchisi batliglik. İkinci xatar ostida kim olsa ularning oila tobatlari. Chunki har qanday bir vaqada uning oila. Uchinchi xatar ostida kimlar? Ularning yaqin do'stlari. To'rtinchisi uning qo'shnilari. Beshinchisi balkim yiroq yaqinlik atrofdagilar. Oltinchisi hukumat xodimlari. Yettinchi, sakkizinchisi saqchilar. Uyg'ur saqchilar. Xitoydan boshqa vaqa yuz bergan yerda hamma Uyg'ur xatar ostida. Bir muxbir bo'lish sifatimiz bilan, bir axborot bo'lish sifatimiz bilan xatar ostidagi hammasini o'ylab ketolmaymiz, hammasini biz o'disdan chiqolmaymiz. Ham zodi uning nemsak, birinchi o'ylaydiganimiz nima? Biz boshqa turadigan bexatarligi o'ylanadigan birinchi nuqta shehid va mahbus oilalari. Shehid mahbuslar o'zi atab bo'ldi. Zodi biz o'ylashga beririk. Uning oila tobatlari. Ikkinchi qo'lim qo'shnilari. Eng xatar ostidagilar. Shunga ma'lumotning sekretari deymiz. Saqchilar deymiz, kanat saqchilari deymiz, yer saqchilari ular hukumat tarafdan tanlangan siyosiy, tarixiy, oila tarixiy o'lchamlarini tekshirib bekitgan odamlar. Ular ham Xitoy tarafda turib bu harakatlarda aktiv rol o'ynayotgan odamlar. Shunga ularning hayoti bu ishda eng xatar, bexatar. Shuning uchun ya'ni biz boshqa turadigan odamlarning qatoriga kirmaydi. Shunga men her qanday bir vaqa yuz bergancha men saqchiga nima bo'ladi deganda kallam keltirmaydi. Chunki oldi bilan o'ylaydiganimiz fuqarolar. İnsondochilik nuqtasidan ziyonkashlikka uchragan taraf. Ziyonkashlikka uchragan oila, qo'rshalgan oila, so'roq tortilayotgan oila, ularning yetim qilayotgan bolalari birinchi biz o'ylaydiganimiz bu. Ikkinchi uning qo'shnilari, uchinchisi yani to'rtinchi, beshinchisi kadrlarda ammo saqchilar ankeyn turdi. Chunki saqchilarni zodi Xitoy hukumati o'zi qo'llayotgan, qo'g'dayotgan, madad berayotgan. Shunga men xabarlarimda bular qanday gap qiladi deganni o'ylashmayman. Faqat savolni so'raymiz, javobni xolis berdi, bermasa taqib etadi. O'zingni ko'rib turibsiz, shunday xil ahvolda. Shunga bu yerdagi eng muhim nuqta nima desa, mayli bir Uyg'ur faoliyatchi bo'lsin, mayli bir Uyg'ur bo'lsin, Uyg'ur muxbir bo'lsin, har qanday bir ishda biz boshqatirish tegishlik. Biz diqqatimizni berish tegishlik. Birinchi navbatdagi odam kim? Masalasi bor. Bizning foydamiz tegadigan, biz qila oladigan ish nima masalasi bor. Shunga birinchi navbatdagi odam bo'libmi shu voqea chiqqanda, shu voqeada badal to'layotganlar, shularni ko'zda tutamiz, shularning oilasini ko'zda tutamiz. Shunga ularning oilasidan bevosita ahvol egallamaymiz. Hatto oilalarni egallamaymiz. Birinchi ahvol egallaydiganimiz telefon qiladigan shaxsan men anglayman. Birinchi saqchi. Saqchi bo'lgan chog'da eng boshdan chung Noyaning saqchisi. Noya bo'lmagan saqchi. Yezning saqchisi. Uning kendidan kadr. Agar ularni hech bermagan chog'da aholilardan olamiz. Aholilarda olgan chog'da nima desa, shu malda agar 10 odam shu millat uchun, vatan uchun, shular uchun badal to'lagan bo'lsa, shu badal to'lanayotgan odamlar ichida birisi shu. Sening qo'shning bir ziyonkashlikka uchragan chog'da qo'shning etilib ketayotgan, o'lib ketayotgan, turmay ketayotgan ahvolda sen 1 soat, 2 soat so'roqqa tortilsang bo'ladi deydigan ko'z qarash bor menda. Chunki sening malangni yuz berdi. Sening qo'shningning beshiga o'lim kelayotgan chog'da sen nag'manavod yashamasliging kerak. Sen ham yashamaysan. Turmushning, jamiyatning tabiiy qonuniyati bu. Shunga shunda voqea yuz bergan chog'da, qanliq voqea yuz bergan chog'da shu aholilarga amal bo'lmagan telefon qilma, amal bo'lmagan telefon qilishimning maqsadmi? Buning beshiga kelgan kun shu taqdirdoshlar bilan o'rtoqlashish kerak. Ma'lum darajada mas'uliyat tug'ildi. Chunki u o'layotganlar mushlarda bo'layotdi. Boshqa narsa emas. Ularning hech qanday shaxsiy manfaati yo'q. Bu harakatlarda Xitoy qarshi harakat qilayotganlarning hech qaysining shaxsiy narsasi borligiga ishonmayman. Ular hatto o'zining shaxsiy masalalarini hal qilib qo'ygan odamlar. Ular jamiyat uchun, millat uchun, vatan uchun da'vatdir. Unda bo'lgan ekan, ular shunchalik badal to'lagan ekan, ular o'lib ketayotgan ekan, sen 2 soat so'ralsang nima bo'pti. Shunga ular qo'rqmayman telefon qilib, "Men malag'im nima bo'ldi?" deb so'rashimiz kerak shu. Ha, malag'dagi odam o'lib ketdi, ama sen azroq so'roq tortilsang mayli deydigan mantiq bor.
Shuning uchun albatta bu savollarni hammasida axborot o'lcham bo'yicha qilamiz. Radiomizdan belgilab bergan nimasi bor? O'lchamlari bor, qoidalar bor. Shundan chiqib ketmaymiz birinchi. Shu bo'yicha shuning ichiga sep turib, radiomizdan, Erkin Osiyo radiosidan g'arb axborotining o'lchamlarining ichida turib, uchurini egallaymiz. Shuning ichidagi shu millatga foydali, jamiyatga foydali ishni yetkazishga tirishyapmiz. Hozirgi shu uchur egallashdiki nimiz shu. Ammo yana takrorlasam, birinchi saqchiga telefon, birinchi qalliq voqealarda xabar qilaman. Vatanga telefon qilaman. Jiddiy voqealar qilma, odatga voqealar qilmayman. Chunki u qilmaslik kerak deganligim emas. Mening qiziqishim shu. Men shunga telefon qilaman, boshqa vaqtda yo'q. Uni qilganchari birinchi saqchi, ikkinchi sekretar, chunki partiya sekretarlarimi Xitoy hukumati uchun eng sodiq, eng ko'nib xizmat ishlayotgan odamlar. Uni biz qo'g'dishimizning, bizni qo'g'dash uchun boshqa tarafimizning hojati yo'q. Uni hukumat zot qo'g'dayotgan tanliq odamlar. Agar u biror gapni ezib ketsa, uni faqat ogohlantirib qo'ydi. Hozirgacha men ammo xabarlarimda menga mushundaq so'rag'anligim uchun turmaga kirib ketgan, menga javob berganligi uchun u saqchi kadrlarni bilmaymiz. Ammo fuqarolardan bor. Masalan, fuqarolardan bo'lgan qanday desa, arzdolardan bizga telefon qilib, o'zining ahvolini deb, anda qilgan ahvol bo'ldi. Ammo hukumat tarafdordagi odamni biz ziyorat qilganligimiz uchun turma kirib ketmadi. Hukumat chunki u odamlardan o'z tarafda ekanligini biladi. Shunga biz ne so'zlatgan, ne gap solgan odamni keyin qarsak 3-4 yildan keyin yana telefoni chiqdi. Hukumat ular o'zining odamlarini bildi. Biz hukumatning o'zining odamlarini so'zlatyapmiz. Yig'ib aytganda. Hukumatning o'zining odamlari. Masalan, saqchi bilan kadr bo'lmagan taqdirda partiya a'zolarini so'zlatamiz. Diniy zotlarning hammasi emas, 5 yaxshi diniy zotlarni. Nima uchun? Birinchi 5 yaxshi diniy zotlar vaziyatni yaxshi biladi bir, ikkinchi hukumat qo'g'daydigan odamlar. Xitoyning g'olchilari degan. G'olchilarmi demaymiz, hukumat qo'g'daydigan odamlar. Ya'ni ularni ziyorat qilsak, ularga bir xatir kelmaydi. Ular o'zini tushunira oladi, hukumatmi uni sen ezib ketib deb hisobsa, asl demaslik kerak deydi ama ahvolda. Shunga biz o'lni şu birinchi mening ikkinchi navbatda, uchinchi navbatda izlaydigan partiya a'zolari 5 yaxshi imomlar. Agar shu imom albatta bu ziyorat qilish jarayonida ba'zi saqchilarning nayati vatan millat tarafdori turib gap qilishlarini anglaymiz. Ba'zi sekretarlarning shu, uni bilmaymiz mayro. Chunki u gapni u deb qolsa, u yerda avarchilik uchrab qilish ehtimoli bor. Bunda qilamiz. Uni da foydalanamiz, uni u gapidan foydalanib, shu gapini yana boshqalarga degizimiz. Ya'ni hukumat tarafda turib gap qiladigan, hukumatga sodiq odamlardan va sizning kantingizda menda da'vat edigo. Sizning ishingizda menda ish bo'pti-ku deganki, u rost bo'ldi deydi. Deydi, so'zlaymiz, odamiz hamda ular hukumatiga chunki o'zi sodiq bo'lganligi uchun javob beradi. Demak, amalba shu oddiy xalq ommasiga telefon qilmaydi ekanlar. Ularning hayotini, bexatarlikni ko'z tutib uchirganlashda. Chunki arzish kerak. Eng muhimi arziydigan bo'lish kerak. Agar cho'ng bir voqea bo'lib, 5-yil voqeasidek, ashundaq bir cho'ng voqea bo'lsa, aholilarni so'zlatamiz. Bundan chekinmaymiz, savol qo'ymaymiz. Chunki u millat shu jamiyatning bir parchasi. Hamma odamda har bir Uyg'urda tegishlik bir mas'uliyat bor. Uyg'urlikning badali bo'lishi kerak, mas'uliyati bor. Shunga ularga agar shunda cho'ng voqeaning cho'ng kichikligi emas. Kichik voqealarga, oddiy voqealarga bir odamni so'zlatib, ularning bir savol so'roq qo'yilishini, tortilishini uni to'g'ri ko'rmaymiz. Albatta, degandek bu yerda Erkin Osiyo radiosi degandan ba'zilar tushunadiganlar bor, bildiganlar bor. Ba'zi bilmaydi, Erkin Osiyo radiosi desa, dunyoga hatto Xitoy kompartiyasining bir radiosi deb qaraydiganlar bor. Biz ziyoratga vaqtda. Qolib bizga nasihat qilib ketdi. Partiya uchun yaxshi ishlanglar, xizmat qilinglar, yaxshi ishlaysizlar deb. Anda ahvolda bor, unda bo'lganligi uchun u yerda o'lning bexatarligi, ishning unumi, eng muhimi voqeaning salmoqi. Agar voqea jiddiy bo'lsa, hamma odamni ziyorat qilamiz, ko'p odamni, kichikroq bo'lsa, bo'ldi, ko'p rahmat sizga. Yaxshi bir suhbat bo'ldi, yaxshi analizlar bo'ldi. Men sizning xizmatingizni ham muvaffaqiyat tilayman. Yaxshi ishlarni o'tirib chiqarib, mo'l natijalarni keltirishingizga tilakdoshlik bildiraman. Ko'p rahmat. Rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi programmamizda yuqorida Uyg'ur jurnalist Shuhrat O'shur bilan Uyg'ur tashviqotchiligi
Uyg'ur masalasini xalqaralashtirishda tashviqotning roli degan temalarda suhbat olib bordik. Bugungi programmamiz shu yerda oxirlashdi. Keyingi programda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.